Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ham muborak bir hadislarda man bana masjidan deb aytadilar. Kim bir masjid qursa, lillahi ta'ala Alloh uchun qursa, banallohu lahu baytan fil janna. O'sha banda uchun Alloh jannatda bir bayt quradi. Boshqa bir hadisda qasron fil janna deganlar. Qasr quradi deb aytganlar. Kim masjidga hissasini qo'shsa, masjid bino qilsa, mana shu bino jannatda unga bundan go'zalidan in'om etiladi. Allohga shukr azizlar. Yurtimiz kundan kunga obod bo'lib bormoqda. Masjidlar qurilyapti. Hozir 2147 ta masjidimiz faoliyat olib boryapti yurtimizda. Hali aytganimdek 200 ga yaqin yangi masjid ochildi. Yana ochilish arafasida turibdi inshaalloh. Shuni barobarida 330 ta masjidimiz tubdan boshqatdan qayta qurildi. Jumladan sizni bu masjidingiz ham. Juda ham ko'p masjidlarimiz ta'mirlandi. Masjidlarimizni deyarli 80% tahorat xonasi eng namunali holatga keltirildi. Hatto xorijdan kelganlar ham masjidlarimizdagi mana shu tahorat bobida lol qolyaptilar. Agar xorijga chiqqaninglar bo'lsa, ko'p joylarda masjidlarning tahorat xonasida sharoit yo'q, hatto issiq suv bo'lmaydi. Lekin bizda shuncha sharoitlar qilinyapti. Kim qilyapti buni? Innama ya'muru masajidallohi oyatidagi o'sha Allohdan qo'rqadigan siz azizlar qilyapsizlar. Kim imkoniyat yaratyapti? Allohdan qo'rqadigan davlat rahbari imkoniyat yaratyapti sizlar. Bir paytlar bir masjidni darvozasini qurishning imkoniyati bo'lmagan. Yaqinlarda ham mana shu prezident bo'lgunga qadar ham ko'p bunaqa qiyinchiliklarni boshimizdan o'tkazganmiz. Buni tan olish kerak sizlar. Hatto endi avvalgi davrda yoshi ulug'lar bilan sobiq ittifoq davrida bir masjidni darvozasini almashtirishlik uchun Moskvadan ruxsat so'ralgan. Allohga shukr azizlar, bugun biz mana shunday masjidlarni obod qiladigan bir yurtdamiz. Siz inshaalloh Alloh nasib qilsa bir Samarqandga tashrif buyurib Imom Buxoriy majmuasini bir ko'ring. Ishoning, kirib birinchi aytadigan gapingiz Allohim shu masjidni bino qilgan prezidentning haqqiga duo qilaman degan tasavvur bo'ladi. Bunaqa masjid, bunaqa fayz, bunaqa futuh bo'lmagan. Imom Buxoriy hazratlari Imom Buxoriy bo'lib butun yurtdan qaytib kelib bugunlik kundagi kabi e'tirof, ehtirom ko'rmaganlar. Tan olish kerak. Imom Buxoriyning nomida masjidlar qurildi va eng go'zal muzey qurildi uni o'rniga. Butun hayotini ko'rsatib beradilar. Kirsiz hayron qolasiz. Bunaqa narsa dunyoning eng rivojlangan joylarida ham kam uchraydigan darajadagi eng oxirgi o'sha texnologiyalardan foydalangan bir go'zal bir muzey bo'ldi. Kirgan odam Imom Buxoriyning butun ma'naviyatini o'ziga dars qilib chiqadigan bir majmua qurildi. Alloh taolo yurtboshimizdan rozi bo'lsin, umrlarini uzoq qilsin. Hatto bir gap aytdilar o'sha joyda turib, men juda ham ta'sirlandim. Bu Imom Buxoriy hazratlarining marqatlari, qabrlari oldida domla dedilar menga qarab. 24 soat Qur'on tilovati to'xtamasin dedilar. Nima sharoiti bo'lsa qilinglar dedi. Maoshini ham qilib beraman, hamma sharoitini yaratib beraylik dedi. Lekin 24 soat Qur'on tilovati shu yerda bo'lib tursin dedi. Allohning katta marhamati azizlar bu. Allohning bizga bergan juda katta marhamati. Allohga shukr, mana shunday kunlarga ham yetib keldik. Allohga shukr, mana shunday masjidlarni ham ko'rmoqdamiz. Bu bitta masjid emas, katta bir majmua azizlar. Bu yerda ilmiy meros, Imom Buxoriy hazratlarining asarlari o'qiladi. Imom Buxoriyning yonlarida bu yoqda hadis ilmi oliy maktabi qurildi. U yerdan Imom Buxoriy hadislarini to'la yodlaydigan mutaxassislar chiqaryapmiz. Misrdan va boshqa arab diyorlaridan muhaddislar kelib dars beryapti. Alloh taolo mana shuni sababchisi bo'lgan prezidentimizga o'zi ajrini ko'paytirib bersin. Bu joyda o'qiyotgan yigitlarimiz, talabalarimiz kelgusida butun dunyoni tanitadigan Imom Buxoriy hazratlarining merosxo'rlari bo'lishligini Alloh nasib qilsin.